Savol: namozdan keyin o'qiladigan tasbeh va oyatal kursiyning tartibi qanday? Kecha bittasi keldi, kecha deganim endi shu haftada. Shu namozdan keyin imom burilib qavmga qarab o'tirishi, tasbih aytishi hammasi bid'at. Sunnatda yo'q debdi. U odam katta joyda o'qib kelgan ekan. Men aytdim, bu hamma hadisda bor. Qaysi hadis kitobini ochib namozdan keyingi duo degan bobini qarasangiz, hammasida bor. Rasululloh akram alayhisolatu vassalam har namozda qilganlar buni. Bir paytlarda o'ng yuzlari bilan o'girilganlar, bir tarafda chap yuzlari bilan bo'lgan, hammasi bo'lgan narsa. Bu qanaqa qilib buni sunnatda yo'q deydi u odamingiz desam, kim biladi shuni deyapti deydi. Bu bid'at. Bid'at zalolat do'zax deyishadi. Unaqa gap emas. Demak, namozdan keyingi duolar bobida barcha hadis kitoblarida bor. Shundan bizda demak subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbarni 33 martadan aytish olingan. Hamma sahih hadislarda turibdi. Undan keyin kim deganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam farz namozidan keyin oyatal kursini o'qisa, uning jannatga kirishidan o'lmaganligi to'sib turadi xolos deganlar. Bu ham yaxshi bashorat. Demak, ikkita hadis turibdi. Ikkita hadisni bir qo'shib amal qilsa bid'at bo'lib qolmaydi. Kim farz namozidan keyin 33 marta subhanalloh desa, alhamdulillah, Allohu akbar desa, subhanalloh tarozini to'ldiradi. Alhamdulillah, Allohu akbar osmon bilan yerning orasini savobga to'ldiradi. Bundoq edi degan maqtagan hadislar turibdi. Bu hadisga amal qilib, ketidan ikkinchisiga amal qilib oyatal kursini o'qisa, nimasi bid'at buni? Bu juda yaxshi narsa. Sunnatda bor, hadislarda kelgan. Endi hozir yana bitta gap tarqaganki, endi bularni tushuntirsangiz, borib kitob ko'rgandan keyin, boshqa qilgandan keyin aytsa, nariga birovga ko'rinmay o'tiradiganlar yana yangi gap chiqaradi. Ular aytayaptiki, farz namozdan keyin degan. Farz namozdan keyin degan, bular sunnatdan keyin qilyapti deydi. Mana shu gapni aytishadi. Unga javob shuki, sunnatlar har xil bo'ladi. Rotiba sunnatlar bor, g'ayri rotiba sunnatlar bor. Rotiba sunnat degani biz har doim farzga qo'shib o'qiydigan sunnatlar rotiba. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam doim qo'shib o'qiganlar shuni. Mana shu rotiba sunnatlar farzni to'ldiruvchi bo'ladi. To'ldiruvchi degan nima degani? Farzdan oldin o'qiladigani insonni farzga tayyorlaydi. Bozorning g'avg'osini, turmushning nimalarini namoz o'qib chiqarib, farzga nihoyatda yaxshi bir holatda kirishadi. 4 rakat sunnatni o'qib olguncha o'zini o'nglab, juda yaxshi bir raviyaga tushib oladida, keyin farzni o'qiydi. Farzdan keyin o'qiladigan sunnatlar mabodo farzda biror xatoga yo'l qo'yilsa, nuqson bo'lib qolsa, uni to'ldiradi. To'ldiruvchi degani shu. Shuning uchun uni ham o'qib bir yo'li to'ldirib bo'lgandan keyin duo qilinadi. Mana shu. Duo qilganda qo'l ko'tarish bid'at. Bu ham bor. Internetga yozyapti. Duo qilganda qo'l ko'tarish bid'at ekan. Bunga nima deb javob qilamiz? Aytdim, o'sha namozdan keyingi duolar degan nimasiga o'sha odamga aytgan qarasin. Demak, bittami ikkita hadisni men o'zim payg'ambar alayhisolatu vassalam har duo qilganlarda qo'llarini ko'tarib yuzlariga surtadilar degan hadisni qo'yib qo'ydim. Mana shunaqa. Bugungi gapirgan mavzuimizni davomi bo'lib ketdi bu ham. Mana shu duo haqida gap qiladigan bo'lsalar shu, agar ahli ilmlar kitoblarni o'qib tushunadigan odamlar bo'lsa, doktor Vahba Zuhaylining Al-Fiqh al-Islami va Adillatuhu degan kitobi bor. Shu kitobda hozir men aytgandek qilib tartib bilan keltirgan ulamolarning kimlar aytganlarini hammasining nomlari turibdi, hadislar bor, dalillar bor, hammasi bor. Hech bundan shubha qilmanglar. Boshqalar u bu desa gapiga kirmanglar. Ayni sunnat bo'lib kelgan narsa, qilingan narsa, faqat bu namozdan tashqari narsa. Namozdan tashqari narsa. Salom berish bilan namoz tugaydi.
bu savob uchun zikr ma'nosida qilingan narsa bu.